Voy voy. Yo'q. Olish qiyin, ha? Hazır. Olish qiyin. Assalomu alaykum. Xonsh tog'a, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? 2 daqiqa suhbatingiz olsa maylimi? Mayli. Charchamasdan birinchi kelishingizmi bu yoqqa? Yo'q, men ilgari ham kelganman. Qayerdan keldingiz o'zi? Biz mana bu Uchko'prik tumani To'saqon mahalla fuqarolar yig'inidan keldik. Bu maskan haqida qanaqa fikrga egasiz? Bu maskan ajoyib maskan. Kelgan odam davolanmasdan ketmaydi. Davolanib bo'ladi hammasi. Bizni doktoralik mahsulotlarimiz haqida eshitganmisiz? Ichganman ham. Qaysi mahsulot? Choydan ichganman. Bir korobka choydan ichganman. Nihoyatda yaxshi. Qaysi kasalliklaringiz bartaraf etishga yordam bergan? Endi davleniya bor edi. Stent qo'ygan edim. Yurakka. Hammasi yaxshi hozir. Mana ko'rib. Endi qancha muddat iste'mol qildingiz va qancha muddat ichida siz ijobiy natijasini his qildingiz? Men 1 yil ichdim. 1 yilda bo'ldi. Boshqa hech qanaqa dori ichganim yo'q. Hamma yog'im yaxshi. Tetiksiz hozir. Necha yoshdasiz hozir? 71 ekan. Ko'z tegmasin, bor bo'ling. Qani bitta bundoq qilaylikchi. Amaki bundoq. Voy voy. Yo'q. Olish qiyin, ha? Hazır. Olish qiyin. Fikrlar uchun sizga rahmat. Salomat bo'ling, xudo xolisa, bor bo'ling. Sizlarga ham omad. Rahmat. Azizlar, agar siz ham Xonsh tog'am kabi tetik va baquvvat bo'lib yurishni xohlasangiz, amakim yoshlarida ham xudo xohlasa Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlaridan iste'mol qiling yoki Doktor Ali klinikasiga tashrif buyuring. Rahmat. Amakim bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat.